Toshkentda kutilmagan fojia sodir bo'ldi. Assalomu alaykum. Xabar keng tarqalishi uchun like bosib qo'yishni unutmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida Spark mashinasi haydovchisi yo'lni kesib o'tayotgan bir fuqaroni urib yubordi. Bu haqda poytaxt yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, voqea kecha 27-sentyabr kuni soat 20:30 da tumanning Temur Malik ko'chasida sodir bo'lgan. 1998-yilda tug'ilgan M.M. Spark rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib, yo'lni belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida piyodaga va haydovchiga shifokorlar tomonidan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Bildirilishicha, mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda deyilgan xabarda. Do'stlar, xabar keng tarqalishi uchun like bosing, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.